Akalar, ko'pchiliginglar kommentariyalarda avtomobillar tan narxi haqida gapirmaysizlar deb shikoyat qilasizlar. Bugun aynan tan narxidan boshlaymiz. Ushbu avtomobilimizning tan narxi 719 million so'mni tashkil etadi. Ushbu ko'rib turgan Isuzu Ampere 82 LK gazli modelimizni naqd yokida firma orqali pul o'tkazish yokida bo'lmasa avtokredit orqali xarid qilishingiz mumkin. Avtokredit ma'lumotlari 3 yil, 4 yil va 5 yil muddatga kamayib ketuvchi tartibda boshlang'ich 50% to'lov bilan 3 yilga 16 million so'mdan 10 million so'mgacha, 4 yilga 14 million so'mdan 7 million so'mgacha va 5 yilga 13 million so'mdan 6 million so'mgacha xarid qilib olishingiz mumkin. Nega aynan ushbu model ko'p sotiladigan model hisoblanadi? Buning asosiy sabablaridan birinchisi, ushbu modelimiz shahar ichida yurishga juda qulay hisoblanadi. Ikkinchidan, 5 tonnagacha bo'lgan yuklarni bemalol tashiy oladi. Va uchinchisi esa hamma bilgan Isuzu. Haydashga ham qulay va salon qismi komfortlarga ega. Aytgancha, bizda hozir aksiya ketyapti. 17-oktyabrdan 17-noyabrgacha ushbu modelni sotib olsangiz, sizga bonus tariqasida polik qo'shib beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.